Yana bir marta assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Eng birinchi savol, akalar yo'lkiraga rozimisizlar? Rozimiz. Ilohim, hamma narsani hisobi bor. Ertaga buni ham hisobi chiqadi hamma joydan. Shuning uchun zakazingiz aka bir kun oldin Xayrulla aka qilib qo'ygan ekanlar, a? Aytilgan joymi? Qurttiga aytadimi? Yutib oling, gapiring endi. Ishonarlimi? Tavsiya qilsam, muomalamiz yaxshimi? Kamchilik bo'lsa aytaverasizlar. Yo'lkira bergansizlar. Asosiy narsa bu pulda emas. Bizga ham adashadigan joylarimiz bo'ladi-da, o'sha narsani o'zimiz uchun to'g'rilab qo'yganga afzal. Nima deysiz? Demak, Qancha bo'ldi siz bilan? ancha bo'lib ketdi. Yaqinda kinoyam ham ketuvdi. Yaxshi boribdimi? Mana shu joyda ketuvdi. Sizdan birinchi joy tagi tepasi. Ilohim tanjaningiz sog' bo'lsin. Xayrulla aka, nima deysizlar? Xayrulla aka, bilmayman, nima videoga tushsangiz ikkinchi xotin ko'rib qoladimi? Mazangiz bo'lmayapti-ku. Tushundingiz-a? Kirdi chiqqanda sirasiz telefon qilasiz. Akalar nima deysizlar? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Yolg'on yo'qmi asosiysi? Mana yashilda bossami, qizilda bossa atkaz bo'larmidi? Qaysi biri edi? Qizil. Tak. Ketyapsizmi? Nurmuhammad. Abetdagi reys zaryadkalar yonboshinglarda qo'shilib turibdi, foydalanamiz. Kuruglar suchni yonib turmaydi. Joyingiz yaxshimi oya? Aman esen yetvangizlar. Apalar, joylaringiz yaxshimi? Zaryadkaning bari qo'shilib tur, olamiz. Xallaka. Xallaka deb yana qo'ymaydi deydi. Immindan mana shu avtobusda mana shu gilamning ustida ketuvdi-da, yangi yilda proxodda. Bitta dumma sig'ib, bitta dumma sig'may qoladi o'shanda hamchi. Dumma ham polni sig'madi. 14 tami bo'ldi koridorda. O'zim ukam ham ketdi, sizdami koridorda. Unga ham joy bo'lmagan. Nima deysiz? Shansa bo'ladi. Tavsiya qilsa arziydimi? Asosiy narsa u baqirib gapirgan bilan hammani ko'nglini olib, xotirjam kulib o'ynab jo'natish. Umid aka, orqangizga razmeringiz biroq qo'yaylik 29 ekan endi. Mayli, tan joningiz sog' bo'lsin, sog' salomat yetib oling. Tak. Nima deysiz Muzaffar aka? Ketyapsizlar mana. Nasib qilgan ekan, Allohga shukr. Hamma inson lavz qildi, lavzda turib. Mana shu insonlar birontasidan pul olmaganmiz, a? Hamma bir og'iz gapirdi, yetib kelgan odamlar. Zaryadka ishlayapti. Bu Jadvanya aka, bu avtobusda bor-ku, bironta narsa ishlamaydimi, avtobus reysga chiqarmaydi. Bu rus shofyorimiz shunaqa o'zi. Aka, nima deysiz? Aka, nima qilay? Orqaga qarab tartaymi? Qarang, xohish bilan qarayvering. Menda yolish yo'q. Anaqa nagli emasman, xarakterim ochiqda, kirib ketaveraman, tortib olib gapiring deb. Nima deysiz? Deng endi biron narsa. Endi yoningizda bitta kinoyim kam, qolgan hamma sharoit bormi? Hammasi bor. Yo'qdimi aka? Muomalamiz yaxshimi? Rozimisizlar? Asosiy narsa o'sha. Bizlarda masalan anaqa-ku, millat ajratishda emas. O'zbek-ku deydi-da, qo'pol aytganda itni muomalasini qiladi-ku, pulingni berding, bor, yo'qol, to'g'ri degan. Asosiy narsa hurmat, muomala. Rozimisizlar akalar? Nima deysiz aka? Yaxshi, menga yo'qdi. Ketyapsiz. Tan joningiz sog' bo'lsin. Ota, mana otam 2 kundan beri keta olmayman, nasib qildi. Nima deysiz? O'sha pastki joy. Sharoitlar zo'r, hammasi yaxshi. Konditsioner ishlayapti. Sog' salomat. O'chirtiraymi konditsionerni ota? Qotib qoldingizmi? Ota, men sizni Ko'kshetuvdan kutib olganman. Bekinish befoyda, bilasiz? U yosh qari tanlamayman men. Luboyni gapirtiraman. Imkon qadar Google ga kirib she'r yotlab kelinglar deyman-ku. Hammasi hazil. Ota, rozimisiz yo'lkiraga? Ochingiz yuzi Ko'kshetuvda xotiningiz ko'rami? Tavba qilsam. Nima deysiz Olim aka? Boplamadi. Aytdim-ku, bugun hammasi qarilar videom boplamadi. Shu avtobusda kelib ketganman. Ishonchli, hammasi joy-joyida. Rozimisizlar? Olim aka, Murod aka, Xorazm, pastdagi balkonlar. Mana shu yerda bitta qarin tepaga chiqib borib yoshni kirgizish kerak ekanda, shunda standartni yosh bo'lar ekan-a. 4 talasa. Rozimisiz Nuriddin aka? Ilohim tan jonlaring sog' bo'lsin. Murojaatga bir kun oldin chiqamiz. Astana Toshkent.